Hozir endi ichimlik tanlayapman. Qaysi birini olsam ekan? Mango stamp ko'ramiz. Fries. The friends and family is going to be Spicy fries, spicy cheese fries. Короче, bo'ldi. Hammasi bo'lib $18 bo'ldi. Telefondan to'layman. Birinchi oltinni yozaman. Take-out qilamiz. Nametdan nomer olamiz, любой nomer. Mayli, 30 bo'la qolsin. going to ask for the sauce. 30 yozamiz. Chiwi bilan $22, chiwisiz $20. Qayerdadir o'tiramiz. Zakazim tayyor bo'ldi. Ammo mangoli nimadir zakaz qildim. Zo'r ekan. Mana. Kartoshka free и cheeseburger. Hozir parkka borib yeyman buni. Shunaqa zo'r burger ekan, вообще mazasi gap yo'q. Chunki men zaldan chiqdim-da. Zalga borayotganim uchun ham menga proteinga tortyapti rosa. Go'shtli ovqatlayim keladi ko'p. Mana. Maza qilib double burgerni uryapman. Mana bu yerda kartoshka free, mana bu yerda ichadiganim. Shunaqa chiroyli joyda o'tirib, toza havoda dam olaman. Hozir erim bilan o'g'lim kelishadi. O'g'lim endi turibdi uyqudan.